Qadrdonlarim, tasavvur qiling, mana shu uy sizniki. Patkul chiqib olib, remontlarni zo'r qilib olib, maza qilib yashayapsiz. Qo'ni-qo'shnilar elitniy. Uyingiz ham mana shu elitniy, yangi remontdan chiqqan, maslida. Maza bo'lsa kerak, aka. Bitta layk bosib, kim bilan shu uyda yashagan bo'larsiz? Shuni tashlab qo'ying. Bo'lmasa obzorni boshladik. Uylarning narxini boshidan ayting yoki oxiridan qadrdonlar, fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugungi uyimizning narxini boshidan aytib o'taman. Mana bu 10 tarafda ugulovga joylashgan uyimizda narxi 105 ming dollar. Bunisini narxi 100 ming dollar. Ikkalasi ham bir xil proyekt, biri 3 sotkga joylashgan. Bunisi ugulovda, bunisi mana shu joyda joylashgan. Agar siz patkul chiqib oladigan bo'lsangiz, buni narxi 120 ming, buni narxi esa 115 ming dollar bo'ladi. Darvozaxonamiz bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yoqqa zeleniy zonaga joy tashalgan. Hovlisi ham kompaktni chiroyli ekan. Yuring ichkarini ko'ramiz. Uyimizda kosmetik ishiga tayyor qilib qo'yilgan. Hop, bu yoq mehmon kutish uchun mehmonxona kattagina. Hop, bu yoq tarafimizda oshxonaga joy qoldirilgan. Bu yoq oshxona bo'ladi ayollarimiz uchun. Bu yoqqa kirib kelar ekanlar, kattalar uchun yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi bu yoqni. Undan tashqari bu yoqda kichkina hovli qoldirilgan. Uni yonida umumiy yuvinish xonasi. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Zinadan chiqib ko'rish, o'ng qo'lda umumiy yuvinish xonasi keladi. Topli poligacha tayyor qilib qo'yishgan. Bu yerda yana bitta xonamiz keladi. Bolalar uchun qilgan bo'ladi. Uni yonida kattalar uchun maxsus xonamiz. Bu yerda o'zini alohida yuvinish xonasi ham joylashtirgan, alohida bu yoqda. Xo'p. Bu yoqni ko'rasizlar, hovli ham kattagina. Bu yoqda balkonimiz bor. Bu yerda yana bitta kattagina mehmonlar kutish uchun mehmonxona joylashtirilgan. Shu sizga mos ekan, bitta layk bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Lokatsiyasi Oltintepa bo'ladi. Mebelning To'rtlik ko'chadan 100 metr kirganingizda Toshmi postgacha bor yo'g'i 4 kilometr bor. Gaz, svet, suv hammasi bor. Dokumentlar tayyor. Masjid, maktab, magazin yaqinlikda joylashgan. Qiziqqanlar bo'lsa pastdagi raqam bo'ladi, telefon ko'rasizlar.